İki qismliq ovozliq asar Mening qiynanam. Avtori Hamragul Qodir Saba. Mikrofon oldida Bahrgul Habibullah. Kirishtirgichi Yusufjon Abdurahmon. Birinchi qism. Kelinlik busig'isidan atlig'inimga 26 yil bo'lib qapti. Rahmatli qayna anamning olamdan o'tganiga 3 yil bo'lib qoldi. Tüptüz mo'rilari, erlardek haro haydab, o't jeb ketirishlari hozir qadar ko'z oldimda turdi. Maktab yuzi ko'rmaganiga qaramay, jigarlik, gap so'zi joyida ayol edi. Birer qatim ko'cha do'qmishiga chiqib, quruq parang silib o'ltirganni yoki kimlarningdir uzun qisqa gaplarni qilib berganni aslayolmayman. Men o'qituvchi edim. To'yimiz bo'lib, birer oylar bo'lganmiki, bir dam ilish kuni uy ishlarini qilib olsam, qayna anam menga yordamlashgach, eg'iz ichib, "Balam, sizning o'g'limga to'y qilganingizga rahmat", dedi. Men torapla qoldim. Saldan keyin, "Appa, undaq demisizlar. Meni yaxshi ko'rganlarga rahmat", dedim. Shu chaqdagi qayna anamning javobini asliginimda, shu mehribonimga qoyil bo'lmay tura olmayman. Qayna anam menga, "Balam, siz o'g'limning yaxshi ko'rgani. Men o'g'limning yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rmasam, o'g'lim meni yaxshi ko'rmaydi", dedi. O chaqda gangirabla qolgan edim. Endi bildimki, qayna anam menga qayna analıqning tunji darsini berib, qanday qayna ana bo'lishni o'rgatgan edi. Yo'ldishimning birla achisi bor edi. Uyning orliqi ancha yiroq emas bo'lib, ba'zi kunlari biz ularning uyiga boratdik. Yoki ular bizning uyga tamoqqa keladi. Men hamon tamoqning bosh burnini yetdim. Men jo'zig'i kelmay tamoq yeyilmaydi. Poloning ostiga sabzilik yerak amroq edim. Har qatim polo atganda qayna anam sabzilik yeridan ayrim qachoq o'sib beradi. Bir qatim qayna acham menga qarab, "Menmi poloning sabzilik yerak amroq edim?" dedi. Men o'ng'aysizlangan holda taqsini uzatdim. Biroq alg'ili unimadi. Ishonmanki, apam o'z bag'rini yerib chiqqan bolasidan meni chora ko'rmaydi. Biroq mening kishi busig'isida ko'nglim tatqanini yeyishim uchun hamon meni boshda o'ylaydi. Polo, go'shtnan, o'p kesib, manta degandek tamoqlarni atganda, ko'p bilan yegandan boshqa yana ayrim bir qachada nisibam bo'ladi. Hujra uyimga akirib qo'yib, qo'risqim ochqanda yeyishga buyurilatdi. Unumisam shundoq deydi. "Erxaqning oldida xohlagancha tamoq yegili bo'lmaydi, bolam. Buni birdan turib yeng. Uning ustiga tamoqingiz bek oz." Jismim bir issiq iqimda allaylanadi. Bilatdi shu anam kishi uyida erkin yemak, erkin yurishga ko'nmakning taslikini. Kishining bolasini qanday qilib o'z bolasi qilib olishni. "Sanmiding, men edim" deb bo'lguncha qizim 7-8 oylik bo'lib qoldi. Yozning kechalari qisqa bo'ladi. Men endi soat 5 bo'libdi-ku deb yostiqdan beshimni ko'tarib qo'riga chiqsam, qayna anamning tunurga non yaqish uchun o'tin selayotgan holatlarini ko'ratdim. U shundoq ayol. O'zi qavolig'idek ish uchun hargiz erinib qolmaydi. Hardim, açdım demaydi. Undaq kunlarda men issiq non bilan nashtamni qilib, qizimni qayna anamga tutqizib, ishimga mang'atdim. Hozirqidek esimda turibdi. Yozliq ta'til edi. At deganda kun qizig'icha non yaqib olmoqchi bo'ldik. Menmi sahar turdim. Kim bilsin, qizimmi men bilan tangla turib, qayg'ishlik qilishga boshladi. Qayna anam yana xamirini o'zi yo'g'irdi. Xamirmi bo'ldi? Men non zugul qilmoqchi bo'lib, qizimni papaladim. Uxlar emas. Qayna anam hammani o'zi qildi. Uyda ikkimizdan boshqa odam yo'q.
Әрілер сәһәрділі сыртқа ішлерға кеткен еді. Қайны анам нан яқыватыды. Мен қызымны көтіріп, тұныр бешіде қарап тұрымын. Қолларым талған еді. Қиялымда өзім білін параңлышыватымын. Konular bekar etmabdikan, balalıqның balsını baqqicha ishini qildi. Bala baxmaq haqiqatan tezgan. Anam balani yig'latmaslikni aytib, nonlarini o'zi tunur beshiq ilib chiqdi. Oxirgi 1-2 non qoldi. Bala qo'limda. Men tunurga ko'p chaplanayotgan nonlarni sanayotgan bir holatda. Qayni anamning yuzida o'shaq tar tapchilari, ushdak aqargan cheki chashlari yig'liqadan chiqib, o'tning taftida xushmak bo'lib qolgan. Balam, bu ovoz meni xayolimdan sagitdi. Bek hardingasa, mana mavo 2 nonni tunurga solib etibla, balani olaman. Siz nonlarini asta suyib elib oling. Bu ovoz shu qadar suyimlik anglandi. Ko'zimdan 2 tomchi yosh sirg'ib tushdi. Qayni anam oxirgi bir nonni ko'pla qilib tunurga yopdi-da, qolgan 3-4 nonni qo'mirvatdi. Andin yuz ko'zidagi tarni yanglara bilan surtib, qo'limdan qizimni oldi. Ichimda bir chiqdi. Uyushgan qo'llarimni harakatlantirdim. Eg'irlashgan qo'llarim yenikledi. U mana mushundaq qayni ana edi. Balla yig'lab bo'lgacha balani o'zi oladi yoki bizga elishni buyurdi. Balaning og'zi yig'iga ko'nib qolmasin deydi. Yana yeyman deganni bering, nafsini o'ldirmay deydi. Aslida qayni anam obdan biladigan kuyukdin ko'nukning yomonligini. Balalarning og'zi varqirab jarqirashqa, qo'liqi yomon so'zlarga ko'nib qolsa bo'lmaydiganligini. Qorsaqdan burun ko'zning to'yish kerak ekanligini. Keyingi vaqtlarda balalarimni, hatto o'quvchilarimni mushu qoida bo'yicha tarbiyaladim. Qayni anam baljonliq ayol edi. Qayni acamning cho'ng o'g'lini o'z bolachilab baqqan ekan. Shu chaqlarda u inim 12-13 yoshlarda bo'lib, ta'til mezgillarida o'zdek bolalar bilan uydagi qo'y kallalarni baqatdi. Bir kuni antila kashlik tomoqning qoch-quchilarini yig'ishtirib atatdim. Eshikdan o'ttira yoshlardagi bir kishi kirib keldi. Mening xizmat o'rnim aslidagi o'z yezamda bo'lg'achmi, bu yezidagi kishilarni toza tunib ketolmagan edim. U kishining qo'lida 2 dona tavus bor edi. Qayni anam o'rnidan turib, u kishini ko'rpaga taklif qildi. U akamiz bakli xop chiroy bo'lib, choyxona supisining girvigida o'ltirib, tavuslarni yerga qo'ydi. Qo'ydida tavuslar o'ttirdan 2 bo'lib, qo'y quyruqidek oppoq eti ko'rindi. Jo'zdan texa qopishga ulgurmagan inimning beshi jo'z ostiga kirib ketayli deb qoldi. Men ahvolni tushunib, ishimni qilaverdim. Balalar to'ng tavuzlarni uzib chiqib, yemay tashlab qo'ygan ekan. Qayni anam u akamizga chiroyliq o'zira aytdi. Qayni otammi xafa bo'lmasalar deb ko'ngil qo'yib uzatib qo'ydi. Endi inimiz tayoq yermi deb dakki-dukki bo'lib qoldi. Qayni anam hech ish bo'lmagandek inimga to'ng tavuzlarni kallaga solib berishni aytdi. Qayni otammi gap qilmadi. Bizmi qizimizni ilib uyimizga kirib ketdik. Shundan keyin inim ustidan qilingan mundaq arz shikoyatni anglab baqmadim. Shu kuni qayni anamning odam yo'q yerda inimga nasihat qilgani aniq. Men bundaq ishlarda bola degan unchalik ishlarni qiladi deb kirgan kishiga do'q qilganni, az deb kishining ko'zichila bolalarni savob ketadiganlarni, bir gap qilsa hammasi tang tarbiyaga tushadiganlarni ko'p ko'rgan edim. Biroq bundaq tarbiyalarning ijobiy tarafidan salbiy tarafi ko'proq bo'ladi. Bundaq tarbiya bolalarini tilga pishirib qo'yadi.
Qayna anam pedagogiyaga o'qimagan bo'lsa-mu, balani qanday tarbiyalashni obdan biladi ekan. Kunda atgan chayning tuz ta'mi tangshilib, sut, qaymaqa joyida bo'lmaydi ekan. Ba'zi tasodibiyliklar, o'qishmasliklar turmushning bir burilish nuqtasi bo'lib qoladi ekan. Qizimmi 3 yoshlarga kiray deb qoldi. Cho'nglar baqqan bolaning gapi butun bo'ladi deb, cho'ng odamni kichiklatib qo'ygandekla gaplarni qilib, hamma odamning amroqligini keltiradi. Kuz kunlari bir tutam kech kuz mezgillari edi. Bir kuni qizim "Momam bilan yotdiman" deb turib oldi. Men kechida uxlamay achiqini solasiz deb unutmadim. Mushu vaqtgacha bu bolani yenimdan ayirmagan edim. Ertasi kechda yana shu momasi bilan qo'nmoqchi bo'ldi. Yana elib chiqib ketishning o'rni qolmagan edi. Qo'liqim cho'nglar bor uy tarafda. Ko'zim amdil ilingan edi. Hujur uyimizning eshigi ansiz qaqildi. Qarasam inim qizimni elib kiribdi. Mushunda qiladi-da bu qiz. Dedim-da, balani enimning qo'lidan oldim. Sahar hammamiz kundikidek choy jo'zisiga keldik. Qizimmi jo'zining bir burchikida o'zining tatli qiliqlari bilan hammamizni yana o'ziga qaratib vichirlashga boshladi. Apam qizimning arkiltib qo'yib, shundoq dedi. Akşam atayin bu qizga yangi yotgan yetib qo'ygan edim. Yotqinning maynatgan deb yotqila unimedi. Men yandırıpla so'radim. Astirgullik rahmeti apa. Ha, dedi qayna anam. Men kulib ketdim. Qizim ayrim yetib odatlangan. Yutqinning kirligi oppoq taqdiraq bo'lg'ach, gullik rahni kir deb tushunibdi. Ham bu qo'niman deb qo'yib, yana bizga xumor tartib topgan bir bahonasida. Men qayna anamga azroq xijolat aralash tushuntirib qo'ydim. Qayna anammi o'shiq gap qilmay, "Yomonligini bu qizning" deb kulib ketdi. Biroq ishlar buning bilan tugamagan ekan. U kuni yakshanba edi. Men haftalik uy ishlariga tutundim. Uy tozalash, kir yuvish degandek. Haftada boshqa jiddiy ishlar bo'lmasa, cho'ng bir tozalik qilib, uy saranjonlantiradigan odatim bor edi. Mana ta hozirgacha shundoq. Qayna anam qizimni ko'tarib chiqib ketdi. Shu chaqlarda qayna anam 65 yoshlarning qarasini elib qolgan bo'lsa-mu, shundoq tiyman bo'lib, gus dasab mengishlari men degan erlardan qalishmaydi. O'zining deyishicha, biror qatimmi doktorxonaning buzuqsiga berib baxmagan ekan. Aksicha, qayna atamning ziqi kesala bo'lib, mushu aylarda qo'zg'alsa, yozning taptini olmagacha mashning yenidan neri bormaydi. Qasiq bir ish. Qayna anam, qayna atamni achamning ismi bilan, qayna anamni achamning ismi bilan "Hoy, Fatima" deb chaqiradi. Men boshda bular yanglishayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qarasam, doimli shundoq. Yo'ldishimdan so'radim. Men cho'ng bo'lsamla shundoq deb chaqirdi ekan, dedi u. Men bu ishni o'z uyimdagi cho'nglardan so'radim. Asli ko'nalar to'y qilgandan keyin boshqalarning oldida ismlarini bevosita atashmaydi ekan. Faqat cho'ng bolasi tug'ilgandan keyinla bolaning dadasi, bolaning onasi yoki cho'ng farzandining ismi bilan chaqiradi ekan. Biz kinolarda uchratgan bu xil sipoyi chaqirishlar amaliyotda o'z turmushimizda bor ekan-ku deb o'yladim. Men ham birdilla biz tanishgandan beri yo'ldishimning ismimni to'g'ridan-to'g'ri chaqirmaydigini esimga keldi. U meni kishilar oldida Guli, o'zaro qolganda Gulim deb chaqiradi. Ta hozirgacha shunday chaqirib keldi. Bu chaqirish shu qadar qadinas, shu qadar iliq tuyuladi. Menmi yo'ldishimni boshqalar oldida ismini atab chaqirishdan bir xil xijillik his qilaman. Bolalarimga, dadanglar, qarindoshlarimga, akanglar, boshqalarga uydagilar deb atash odat bo'lib qopti.
O'ylab baxsam, bu asli hurmat, adab qoida ekan. Cho'nglarimiz to'y qilib, xeyli bir zamonlargacha cho'nglarning oldida bir-biriga udulma-udul gap qilishni adabsizlik deb qarab kelgan ekan. Qayni anam shu chiqib ketgancha tushdan qayrilganda qizimni ko'tarib qaytib kirdi. Biroq chiroyi bayli o'msi edi. Aramizda o'shiq-to'shiq gap bo'lmadi. Tamoq yeyilib bo'ldi. Qayn anamning kayfiyati yanada og'ir edi. Sahar hammaylar yana jo'z atrofiga jam bo'ldik. Qayn anamning qapqi yanada turk. Tuyuqsiz qayn anam yanada qizimning yotgan maynatgan degan gapini tagib, kichikkina bola pokiz maynatlikini nadin biladi, dedi. Men undarabli qoldim. Gap so'z qilmay, ishqa minishga aldirab, hujur uyimizga qaytib chiqdim.